Menga qarang, kapitan. Siz o'sha yigit bilan shug'ullanishingiz lozim. Meni shubham bor o'sha Irlandiyalikdan. Kimdan? Mustangir Gerald. Balki sizdan intiqom olish uchun u amakivachchangizni nobud qilgandir. Avval qora daydini ko'rib sizlarmikin deb o'yladim. Aloqaga chaqirsam javob bo'lmadi. Yaqinroq borsam begona ekan. U yoqqa kirishga qo'rqmadingizmi? Men arxeologman. Hech narsadan qo'rqmayman. O'g'irlangan mollarni tasdiqlashingizni so'rayman. Mana ro'yxati. 2 magnitofon, 2 kinokamera, 2 portsigar. Mana marhamat. Ana bu odamni bir amallab liftdan chiqarib olinglar. U eski tankchi. Har holda yaxshi emas. Qog'ozni nima qildingiz? Siz nima deysiz? Tushirib olinglar. Nima qilardilaring? Yo, o'zim borib tushirib beraymi? Ha, aytgancha, yangisini olib kelmaganinglarcha, eski bedimlarga qo'l qo'ymayman. Yaxshi. Saroyimizda ochish uchun so'zlim. Biz bu yerda kelishib olib qaror qildik. Nikoh saroyimizda ochish uchun so'zlim. Birinchi navbatda ajoyib ayolga, qizga, qaysiki zamonaviy qizlarimizning yangi taqdirini ifodalovchi qizga beramiz. Bu qiz student, sportchi, nihoyat gapni qisqasi sohibjamol.